Yana bitta savol, o'rtoqlar. Mana bu organizmlarni ko'rib turibsizlar-a? Ha? Kinnikning vazifasi nima? Kim biladi? Uxlash kinnikning vazifasi. Yaqa qarab gapiryaptimi, deyman. Nima? Kinnikning vazifasi. Aytib ber, bunga sovg'a yo'q, bo'lajak medik. Ona qornida bolaga ozuqa berish. Homilador payti. Tug'ilgandan keyinchi. Tug'ilgandan keyin kesib tashlalar kerak emas. To'ppa-to'g'ri, o'tiring, to'g'ri aytdingiz. Mana hozir kindik, umi kimdadir chiqib qolgan, kimdadir kirib qolgan, bo'ldi. Shunaqa san'atkorlar ham bor, ana bor bo'lsa ham mayli, yo'q bo'lsa ham mayli. Bilinmaydigan odamlar bor. Xuddi shunaqa narsa.